Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda AQSh tahdidi kuchayib bormoqda. Eron muzokaralarni boshlamoqda. Rossiya Ukrainaga 400 dan ortiq dron va 60 dan ortiq raketa bilan navbatdagi ommaviy hujum uyushtirdi. Rossiya harbiy ro'yxatga turmagan migrantlarning bolalarini fuqarolikdan mahrum qilmoqda. Eron Yevropa ittifoqi davlatlari armiyasini terrorchi guruh deb e'lon qildi. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga registratsiya, продление, NN, уведомление, трудовой договор, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. AQSh tahdidi kuchayib bormoqda. Eron muzokaralarni boshlamoqda. Eron prezidenti Masud Pezeshkian diplomatlariga AQSh bilan muzokaralar olib borish bo'yicha ko'rsatma berganini ma'lum qildi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Pezeshkian 3 fevral kuni mamlakat tashqi ishlar vaziriga adolatli va teng huquqli muzokaralar olib borish bo'yicha topshiriq berganini aytdi. Muzokaralar Istanbulda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Tehron keskinlikni yumshatish maqsadida Turkiya tomonidan tashkil etilayotgan muzokaralarda ishtirok etishga tayyor. AQSh Eron bilan keskinlik kuchaygan pallada Yaqin Sharqqa harbiy kemalarni yuborgan. Prezident Donald Trump harbiy hujum ehtimolini istisno etmagan. Biroq so'nggi xabarlar ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar faollashayotganini ko'rsatmoqda. Men tashqi ishlar vaziriga, agar tahdidlar va asossiz talablar bo'lmagan qulay muhit mavjud bo'lsa, izzat nafs, ehtiyotkorlik va maqsadga muvofiqlik tamoyillariga asoslangan adolatli va teng huquqli muzokaralar olib borishni topshirdim, dedi Pezeshkian. Eron 2 fevral kuni mintaqa davlatlari Qatar, Turkiya, Misr va Ummon tomonidan Washington bilan keskinlikni yumshatishga qaratilgan bir qancha diplomatik jarayonlarni ko'rib chiqayotganini bildirdi. Shu kuni 6 fevralda Istanbulda muzokaralar o'tkazilishi va unda AQShning maxsus elchisi Steve Witkoff hamda Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi ishtirok etishi mumkinligi ma'lum qilindi. Trump yanvar oyida Yaqin Sharqqa harbiy kemalar yuborib, Eronda ommaviy norozilik namoyishlari kuch bilan bostirilayotgan bir paytda namoyishchilarga yordam berishni aytgandi. Shuningdek, hibsga olingan namoyishchilar qatl etilsa, hujum ehtimolini inkor etmagan. Keyinchalik AQSh prezidenti pozitsiyasini o'zgartirib, Tehronni yadroviy dastur bo'yicha muzokaralarni qayta boshlash uchun kelishuvga chaqirgandi. Rossiya Ukrainaga 400 dan ortiq dron va 60 dan ortiq raketa bilan navbatdagi ommaviy hujum uyushtirdi. Rossiya qo'shinlari 3 fevral kechqurun Zaporojyega navbatdagi bor ommaviy hujum uyushtirdi. 11 kishi yaralangan va 2 nafar kishi halok bo'lgan. Zaporojyega qilingan dushman hujumlari oqibatida jabrlanganlar soni ortib bormoqda, deb yozdi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fedorov Telegramda. Bir necha soat oldin u dronlardan biri ko'p qavatli uylardan biriga urilgani, oqibatda 18 yoshli 2 nafar yigit va qiz halok bo'lgani haqida xabar bergandi. Yaralanganlar orasida 11 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan kamida 3 nafar bola bor. Fedorovning qo'shimcha qilishicha, hujum davomida Zaporojyeda 5 ta ko'p qavatli uy shikastlangan. Shahardagi havo hujumi xavf haqidagi sirena esa bir sutkadan ortiq vaqtdan beri to'xtamay yangramoqda. Kharkiv meri Yegor Terexovning ma'lum qilishicha, 4 fevral tungi payt Rossiya shaharga yana raketalar bilan hujum qilgan. Dushman 2 marta raketa zarbasini berdi. Biri Kharkiv atrofidagi yaqin shaharcha tomonga, ikkinchisi shaharning Saltov tumaniga, deyiladi uning Telegramdagi xabarida. Keyinroq Terexov jabrlanganlar yo'q deb aniqlik kiritdi va bir nechta xususiy uylar shikastlanganini qo'shimcha qildi. Hozir Kharkivda -22 daraja, Zaporojyeda esa -13 daraja sovuq. 3 fevralga o'tar kechasi Ukrainaning bir qator hududlariga ommaviy zarbalar berilgani haqida Telegramda Ukraina qurolli kuchlari, havo kuchlari, shuningdek Kiyev va Kharkiv rahbariyati xabar berdi. Kiyev viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Timur Tkachenko kunduzi ma'lum qilishicha, poytaxtda jabrlanganlar soni 7 nafarga yetgan. Kharkiv viloyat politsiyasi esa Saltov tumanidagi turar joyga berilgan Rossiya zarbasi oqibatida Kharkivda ham 7 kishi yaralanganini xabar qildi. Ushbu hujumlar vaqtida Rossiya jami 450 ta dron va 60 dan ortiq raketa qo'llagan, deb yozdi X ijtimoiy tarmog'ida mamlakat tashqi ishlar vaziri Andrey Sibega.
Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin harorat pasayishini kutgan va Ukraina energetika tizimiga zarba berish uchun shu paytni tanlagan. Na bu hafta kutilgan Abu Dabidagi diplomatik sa'y-harakatlar, na uning Qo'shma Shtatlarga bergan va'dalari uni eng qattiq qish davrida fuqarolik aholisiga qarshi hujumni davom ettirishdan to'xtata oldi, deya ta'kidladi Sibega. Rossiya harbiy ro'yxatga turmagan migrantlarning bolalarini fuqarolikdan mahrum qilmoqda. Fuqarolikni tugatish to'g'risidagi qonun loyihasining yangilangan tahriri e'lon qilindi. Bu haqda qonun loyihasiga tayanib Vedomosti xabar berdi. Bunday chora bola Rossiya fuqaroligini qonunni buzgan ota-ona xohish asosida olgan bo'lsa qo'llanadi. Shu bilan birga tug'ilganlik bo'yicha berilgan fuqarolik va ota-onasidan biri Rossiya fuqarosi bo'lgan holatlarda bu qo'llanmaydi. Mazkur tuzatishlarni Davlat Dumasi Mudofaa qo'mitasi raisi Andrey Kartapolov, Xavfsizlik qo'mitasi rahbari Vasiliy Piskaryov va boshqa deputatlar tayyorlagan. Qonun loyihasiga ko'ra, harbiy hisobda turishdan bosh tortgani uchun fuqarolikdan mahrum etilgan shaxs kamida 3 yildan keyin fuqarolikka qabul qilish to'g'risida yana ariza berishi mumkin. Shuningdek, prezident gumanitar maqsadlarda chet elliklarning ayrim toifalari uchun bu muddatni qisqartirishi mumkin. Rossiyaning yangi fuqarolari 2 hafta ichida ro'yxatdan o'tish uchun harbiy komissariyatga kelishi yoki 1 hafta ichida davlat xizmatlari orqali ariza topshirish shart bo'ladi. Majburiyatni bajarmaslik to'g'risidagi qarorni maxsus komissiya qabul qiladi. Fuqarolikni tugatish to'g'risidagi yakuniy qarorni esa Ichki ishlar vazirligi 30 kun ichida chiqaradi. Ma'lumot o'rnida 2024-yil 8-avgustda prezident Vladimir Putin harbiy ro'yxatdan o'tishdan bosh tortgani uchun Rossiya fuqaroligidan mahrum etish to'g'risidagi qonunni imzolagan. Davlat Dumasi deputatlari 1-avgust kuni tegishli qonun loyihasini qabul qilgan. 2-avgust kuni hujjat Federatsiya Kengashi tomonidan ma'qullangan. Eron Yevropa ittifoqi davlatlari armiyasini terrorchi guruh deb e'lon qildi. Mazkur qadam Yevropaning Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusini terrorchi tashkilot deb e'lon qilishiga javob hisoblanadi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Parlament spikeri Muhammad Bog'ir G'olibovga ko'ra, qaror Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining terrorchilik tashkiloti deb e'lon qilinishiga qarshi kurash to'g'risidagi qonunning 7-moddasiga muvofiq qabul qilingan. Yevropaliklar aslida o'z oyog'iga o'q uzdi va yana amerikaliklarga kurkurona bo'ysunish orqali o'z xalqi manfaatlariga zid qaror qabul qildi, dedi G'olibov. Yevropa ittifoqi tashqi siyosat rahbari Kaja Kallas 29-yanvar kuni Islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga terroristik tashkilot maqomi berilganini e'lon qilib, repressiyalar javobsiz qolishi mumkin emasligini aytdi. O'z xalqining minglab vakillarini o'ldirgan har qanday tuzum o'zining halokatga uchrashi tomon harakat qilmoqda, dedi u. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Eron armiyasining bir qismi bo'lib, 1979-yilgi Eron inqilobidan keyin tashkil etilgan. Ular muntazam qurolli kuchlar bilan birgalikda harakat qilib, to'g'ridan-to'g'ri oliy rahnamo Oyatulloh Ali Xomaniyga bo'ysunadi va Eronning mudofaasi, tashqi operatsiyalari va mintaqaviy ta'sirida markaziy rol o'ynaydi.